La yajtami'ul kufru val imana fi qalbi imri'in dedilar. Kufr bilan iymon bir qalbda jam bo'lmaydi dedilar. Musulmon kishini qalbida yo iymon bo'ladi yo kufr bo'ladi. Ikkovidan bittasi bo'ladi. Bir vaqtni o'zida ham mu'min ham kofir bo'la olmaydi. Yo mu'min bo'l yo kofir bo'l. Shu ikkovidan bittasi, boshqa narsa jamlanmaydi. Ya'ni bir qalbda ham iymon ham kufr hech qachon jam bo'lmaydi dedilar. Ikkinchisi wala yajtami'u sidqa val kaziba jami'an. Rostgo'ylik bilan yolg'onchilik ham mu'minning qalbida jam bo'lmaydi dedilar. Yo yolg'onchi bo'ladi, yo rostgo'y bo'ladi. Shu ikkovidan bittasi bo'ladi. Ikkovi qo'shilib bir qalbda turmaydi dedilar. Ya'ni rostgo'ylik bilan yolg'onchilik bir qalbda jam bo'lib turmaydi dedilar. Wala yajtami'ul xiyanatu val amanatu jami'an dedilar. Xiyonat bilan omonatgo'ylik ham bir qalbda jam bo'lmaydi dedilar. Yo xoin bo'ladi, yo omonatgo'y bo'ladi. Shu ikkovidan bittasi bo'ladi. Ikkovi ham bir qalbda jamlanmaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar.